Do'stlar, hozir Shahzoda zishxonaga kelgan. Hozir unga prank qilamiz. Qanaqa prankligini ko'rib turinglar. Men unga hozir desert tayyorlab beraman. Desertimizni hammaga o'xshab yeb ko'radi. Bu bizning yangi chiqqan menyuyimiz bo'lyapti. Master class qilib beraman. Buni bitta qo'lda ushlab turib yeyish kerak bo'ladi. Men oldindan aytib qo'yay, Shahzoda, meni kechiring. Men sizga oldindan aytib qo'ygan edim. Prank qilaman, lekin nimaligini aytmayman deb aytdim. Yana ham ishonchliroq bo'ladi bunda. Hozir perchatka berib, shuni qo'lda ushlab yeyish kerak deymiz. Biza yangi menyuyimiz. Bu? Ha. Yo, yangi menyuyimiz. Yo, seriously bu to'g'rimi? Perchatka taqib, yo ko'p nimalarimiz yeb berdi endi blogerlarimiz. Mana shuni taqib olib, prosta ushlab bitta yeb bersiz. Ta'mini aytib berasiz hammaga. Mayonezda. Nima bu? Shirinlikdan. Bu donat degansiz, cheta degansiz. O'zi yomon ko'raman, lekin yeganman. Ha, bitta yeb bering. Prosta ta'mini ko'rib bering. Prosta ushlab, bitta ushlab yeb ko'rsiz. Yaxshi ko'rgan mevam. Nimaga deb qarang. Seriously bu. Mam qaraylar do'stlar, kutdim shu narsani. Selfie ta'mi bu nima bu? Men o'zim o'z bir soatdan beri shuni kutyapmizmi? O'z qo'lim bilan lekin juda mazali qilib desert qo'ydim. Hatta buni o'zimiz yeb olamiz, o'zim yeb olaman. Yeyib ko'ramiz. Yo, buni videodan keyin yeb olaman.